Davom etamiz. Huquqni muhofaza qilish akademiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahar va viloyat prokuraturalarining kriminogen vaziyatni tahlil qilish bo'limi boshliqlari uchun maxsus qisqa muddatli o'quv kursi tashkil etildi. Hozir shu haqda. Davlat rahbarining tegishli qarori bilan yangi tuzilgan mazkur tarmoq boshliqlari uchun tashkil etilgan kursga akademiyaning professor o'qituvchilaridan tashqari Bosh prokuraturaning kriminogen vaziyatni tahlil qilish boshqarmasi xodimlari, Kriminologiya tadqiqot instituti yetakchi mutaxassislari, Ichki ishlar vazirligi kriminogen vaziyatni aks etuvchi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan axborot tizimlarini yuritishga mas'ul bo'lgan xizmatlar mutaxassislari jalb qilindi. Tinglovchilarga huquqbuzarliklarning barvaqt oldi olinishi hamda jinoyatchilikni jilovlash, kriminogen vaziyatni kundalik tahlil qilish, prokuratura organlarida axborot tahlil faoliyatini tashkil etish borasida mashg'ulotlar o'tkazildi. Ijtimoiy profilaktika, material, ma'muriy ish, elektron jinoiy huquq statistikasi kabi axborot tizimlarining imkoniyatlaridan foydalanish borasida tushuntirishlar berildi. Shuningdek, mahallabay ishlash orqali jinoyatlarning oldini olish natijadorligi hamda bu borada yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni har kunlik so'rov qilish, ijtimoiy profilaktika tizimining subyektlari tomonidan jinoyatlar sodir etilishining oldini olish yuzasidan ko'rilgan choralar bo'yicha individual tanqidiy muhokamalar o'tkazib borish, mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan shaxslarning javobgarlik masalasini hal etish, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish choralarini o'z vaqtida ko'rib borish lozimligi haqida ko'rsatmalar berildi. Shu bilan birgalikda kriminogen vaziyatni kunlik tahlil qilgan holda har bir jinoyatning kelib chiqish sabablarini, obyektiv, subyektiv sabablarini, omillarni aniqlashga qanchalik e'tibor qaratish lozimligi tushuntirildi. O'quv mashg'ulotlarida olingan bilim va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llash maqsadida Toshkent viloyatining Toshkent tumani, Oqibat va Zangiota tumanining Fayz hamda Tariq Teshar nomli qizil toifali mahallalarida o'rganishlar o'tkazildi. Kriminogen vaziyatga salbiy ta'sir etuvchi omillar va shart-sharoitlar o'rganildi. Mazkur holatlarni kelib chiqishiga sababchi bo'lgan mas'ullar aniqlanib, kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha manzilli chora-tadbirlar belgilash va aybdor rahbarlarning javobgarligini hal etish bo'yicha qanday tartibda ish olib borilishi yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Yakunda ishtirokchilar maxsus sertifikatlar ham taqdim etildi.